Bu retritga kelishim oldi hozirgi bilimlarim, o'ylayotgan niyatlarimga, xohishlarimga уже torlik qilayotganini his qila boshladim. Bilimlarimni yangilashim kerakligini his qildim va bu retritga kelish qarorini qildim. Qaror qilgandan keyin ham ko'p ishlar bor. Ham retritga men oilam bilan qatnashdim bu safar. Oilam meni qo'llab-quvvatlab turishdi, o'zim darslarga qatnashdim. Aytib beradigan bo'lsam, kelishimizni o'zi bitta katta tarix, bitta kinodek bo'lib ketdi. Kelganimizdan keyin jarayonlar o'ziga yarasha, hammasi ham albatta jarayonlardan o'tayotganimizda yoqimli bo'lmaydi, lekin kecha bir kursdoshimiz aytdilarki, hali bu davrlarni sog'inasiz, yana qachon shunaqa transformatsiyadan o'taman deb qolasiz, shunaqa og'riqlarni ham sog'inamanmisan, sog'inasiz degan gap aytganda o'ylanib qoldim. Aslida hayot shu. Hayotimiz baland pastliklardan iborat va bir xilda bo'lsa qiziqarli bo'lmagan bo'lar edi. 14 kunlik retritda men qancha desam bo'ladi, hajmini, sig'imini balki 10 yilga yetadigan, balki 20 yilga yetadigan bilimlar, energiya, baza bilan qaytyapman desam bo'ladi. Chunki retritdagi har bir kundagi darslikni o'zi maydalab ochib chiqsa va odamlarga yetkazib berilsa, 1 yilga ham bemalol yetadigan mavzular berildi, juda chuqur berildi. Juda chuqur ishlov ketdi va bu yerdagilar bilan hamohanglikda bir butunlikka kelgungacha bo'lgan jarayonda ham yaxshigina jarayonlardan o'tdik. Lekin men juda ham yaxshi ko'raman retritni. Sababi retrit bu o'zlikka sayohat. Insonni o'ziga qaytaradigan sayohat va aynan bu safargi retritimiz masterlar retriti bo'ldi, masterlar uchun bo'ldi. Bunda endi oddiy retritlardan farqli ravishda aynan o'zimizni masterlik bilimlarimizni kengaytirishga va o'zimizni ham ichki savollarimizni ishlashga juda chuqur bilimlar berildi. Men aytaman, agar tez o'smoqchi bo'lsangiz, katta natija xohlasangiz, faqat retritga boring deyman. Chunki rostdan ham retrit sizga haqiqiy resurs, bilim, kenglik, o'sish beradi. Bugun retritni oxirgi darslarida turibmiz va hammamiz qalbimizda hayajon va uyga qaytgimiz kelmasdan, ajralgimiz, bo'lingimiz kelmasdan o'tiribmiz, bir-birimizga to'ymayapmiz. Dars tugasa ham bizni turgimiz, siljigimiz yo'q. Kelganimda qanaqangidir qarashlarga ega yoki matritsionniy fikrlarga kirib qolgan master va oybarchin edim. Hozir bo'lsa butunlay yangilangan, butkul yangilangan, tubdan yangilangan oybarchinga aylangan holatda O'zbekistonga qaytyapman. Sizga ham taklif qilaman. Albatta keling.